Tengri taoloti bilan shuru qilamiz. Bugun bir video jadidga dar mavzu shu 29 mezon o'zbek milliy kuni. O'zbek xalqimizga, otalar, onalarga va yosh yigitlarga bir o'zda hamma o'zbek zuboniga gapirishgan qavmlarga muborak bo'lsimiz. Xususan o'zbeklarki Afg'onistonda 34 viloyatiga zindalik qiladilar. Bu ro'z hammamizga muborak bo'lsin. Xohlarimki bir mavzuni bashakli va nimai ko'p muaddabona o'z ichimizga bir dardi dil qilsa. Bizda zaboni o'zbekimiz voqean ko'p mushkulotga ziyod. Bir katta mushkuli bir nimasiki mana shu qattiqchilik bilan men o'zimga biz maktabga, madrasaga, mahallamizga, o'z zubonimizga o'qimadik. So'zishga, aytishga ko'pdan ko'p mushkulotimiz bor. Shu asosdan biz javonlarga, farhanglarga, siyosatmedorchilik inoqalarga zaruriki bu kitoboy o'zbekini manotiq yo ulusvoli qariyajot yoki o'zbeklar zindalik qiladi, o'jaga tarqatishlar. Ular shu ona tiliga maktab o'qisalar, so'zlashni, gapirishni o'rgansalar. Bu asosdan bir ta'dod javonlar ishlaydilar, hamisha sadolarini chiqaradi har holatga. Biz ulardan ko'pdan ko'p tashakkurlar qilamiz. Ularning nomi tarixga sabt bo'ladi va guzashtalar oyinda kelajak javonlar hatman ular tarix bir nomini bir yaxshi sabab bilan ularni yod qiladi. Biz 20 yil davroni jumuriyatga yaxshigina nimai siyosatlarimiz bor edi, katakanlar bor edi. Ko'p ishlanmadik. Bozam nuqtai quvvati bor edi, yaxshi edi. Ammo u qismiki tavaqqimiz bor edi, u qismiki ustiga ishlansa ishlanmaydi. Gazashtani namosak, pandasak oyindalarga ehtiyot qilishib ketsak, shu oilalardan, shu xonavodalardan o'zbekcha qavmlardan xohish qilsak, biz avlodlarni o'z zuboniga o'rgatishtirib, novushtorni, so'zishni, hammasini ular ko'p yaxshigina shu maydalikdan o'rgansalar. Bu ko'p bir narsa asosi. Ular kattaroq bo'ldi, xeyli mushkul bo'ladi baxshiga. Gapirishi, so'zishi o'zi. Buni Xudovand o'zbek hal qildi. Boyat bu zaboni modarisiga bular maktab o'qishsa. Bu boraga javonlarni, farhanglarni, ustozlarni, siyosatchi hukumatlarga borgan kishilarni ko'p mas'uliyati kattasi bor. Bu davrai tarixga. Bizda bir tarixi ko'p katta, muhim, purbor, g'ani degan tariximiz bor. Ammo bir davraga biz sizlarga ko'p jafo bo'lgan zabonimizga, milliyatimizga nishonalar shu
tarixchi nimalari kitoblarimizda nimalarimizni jal qilgan bir ta'dod xoinlar. Bu asosdan biz sizlarga mulzam va asosiki boyad javonlarga, yangi kelgan katta bo'lgan javonlarga ki tarixdan o'zbekni g'aniy madaniyat iftixorlardan baxshlarga bashaklik video safot ijtimoiga TikTok, Facebook har kim har narsa qo'liga bor boyad bundan istifoda qilsa, bular bilan jetkizsa. Bugun ko'p hamma narsa dastlasiga bor. Bir muallimiki 4 kalima darborai o'zbekni biladilar. Hamma tarixlardan g'ani shu shogirdlariga mana haysin. Hech mamnuniyat, hech nima baxshiga yo'q. Ozodona aytsinki, ona tili, uni gapirish sharm emas, uni no'shtori sharm emas, bunga iftixor qilsin. Bir javonimizki sosyal mediaga faol ziyodi bor. Shu ona zaboniga so'zlashsin, aytsin, gapirsin, nima jo'rlasin, video jo'rlasin, buni ko'p ta'siri bor. Mardimlar qabul qilsin. Zaboniki ko'p tarik o'yindasi bor uni. Jahonga ko'p kishilar bilan takallum qiladi. Xususan Afg'onistonda bir qavmiy boiftixor, bir hamma baxshga, sozandaligiga, inkishofiga, istiqloliga, iqtisodiga, shugufoisiga bularda naqshi asosi bor. Bu uchun ona zaboniga, ona tillariga ular dars o'qimasin. Ona zabonlarga haqlarni berilmasin. Bular zaboni nima daftari yo devoni bo'lmasin. Qismiki biz boshqa zabonlarga, pashtuga, dariga, farsiga ehtirom qilamiz, gapirishamiz. Ular ham bizning zabonimizga ehtirom qilsinlar. Qabul qilsinlar. Bizning zabonimiz bu asosga bir mas'uliyatli bir davrai tarixga ko'p bir katta mas'uliyat shu naslni bo'yniga. Bundan shona xola qilmaslar. Shu bizning guzashtalarimiz, bir davra, ikki davralarimiz qismi kimga ko'raman, ular shona xola qildi. Bir ta'dodi ishlatdi, bir ta'dodi ko'ray yaxshiroq qildilar. Ammo bir mas'uliyat jami bilmabdi buni. Bir ishlatdilar. Bir muallim Faryob, bir Farhangi, bir shoir misli Volvolichlik, O'tkinsev, tag'in boshqa kattakonlar, boshqa Farhangilar ishlabdi, tanhoyi ishlabdi. Kori Farhangi, kori zavod, kori nima birta ikki nafar bilan bo'lmaydi. Mana hamma mas'uliyat o'zi. Opa-singillar, ziroat kishilar, qo'mondonlar, hukumatchi qizlar, odamlar, javonlar, mas'ullar, ovozxonlar, shu ovozxon, shu hunarmand kishilardan taqozo shuki, hamma nimalarini, hunarlarini, shu asarlarini o'zbek tiliga o'qisinlar. Ziyod kuniga birta chiqarsalar. Xotirki bu bir niyoz, bu asosiy niyoz bizga. Bu asosdan fikr qilaman yo had suraman, bir mas'uliyati ko'p sangin shu bizning naslga qarori bor. Bu asosdan biz boyat mas'uliyatni shona xola qilmasak, javonlarni, opa-singillarni, kattakonlarni bilmayotganimizga bildirsak, tushuntirsak, tariximizdan, huviyatimizdan bularni ogoh qilsak va ro'ziga jetsakki, biz haqiqiy farhangimiz,
ilmimiz, kitobimiz, daftarimiz muraffaaj etsa u hosil bo'lsa. Past dubora shu tariximizga iftixor qilamiz. Boshqa kelgan nasllar ham bizni dastovarlarimizni, bizni ishlagan, bizni fidoyilik qilganlarimizga ular ham kelib iftixor qilsin. Ba'zan 24-29 Nizom o'zbek tili milliy kuni qutlug' bo'lsin. Bir ro'zi iftixor, ro'zi zaboni asli zaboni modarimiz buni aytishimizga, buni gapirishimizga lizzati xos bor. Yashasin o'zbek millati, yashasin qahramonu, nasli Turonu, nasli Navoiyu, nasli turklar. Kelingizlar bir-birimiz qo'limizga mahkam qilib, zabonimizdan, huviyatimizdan, naslimizdan, iftixorlarimizdan, hunarlarimizdan, osorlarimizdan himoyat qiling. Men ko'p xushholman. Nazar va solih qabul bil binobar va taloshay yo shu kushishi bir ta'dodi nog'alarimiz ko'pdan ko'p yaxshi tajdil bo'ldi. Mardim tavajjuh qildi. Hamma ehtirom bo'ldi. Ko'p odamlar xeyli hisob nima qilmoqchilar safhalariga Facebooklardan suzdi buni. E'lon aytdilar. Biz shoidi ular aytayki unga 60-70% o'zbeklarimiz undaliqchi sadosi aslan chiqmoqchi tajdil bo'ldi. Badaxshon, Taxor, Foryob, Juzjon, Kobul, Kishvaroy, Yevropa, Amerikaga va Turkiyaga bu ro'z tajdil bo'ldi. Bu mana shu natija shu talashlarimiz. Umidimiz shuki, sol oyida bundan ko'ra bir purzavq barq yaxshiroq tajdil bo'lsa va shoid bo'lsaki, ko'p navisindalarimiz, hunarmandlarimiz, iftixorlarimiz nersay jadidini misli kitob, asar, farhanglarni va maqolalarni biz yozib kulli jihonga ko'rishtirik. Barcha millatimizga biz 29 Nizom qutlug' bo'lsin.